Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Meniye degan kentimizda. Qo'limda dangliq olimimiz marhum Abdushukur Muhammad Eminning Arifnoma nomli kitobi. Bugun huzuringizga sunduğum Til qudrati, til fazilati bilan degan temiriki maqola. Bu maqola kichik bölümge bölüngenken, xoş, birinci. Hammaga ma'lumki, til insoniyatning eng ulug' iqtidori, tafakkurning asosiy materiali va ifodalanish shaklidan iborat. Til Karl Marx aytgandek, xuddi insoniyatning engiga o'xshashla nihoyatda qadimiydir. İnsaniyat til vasitasi bilan hayvonot dunyosidan ayrilganligi yeni ijtimoiy munosabat to'rini shakllantirishga boshlaganligini ko'rsatgan. İnsaniyat til qurolini vasita qilib, eng ibtidoiy ijtimoiy uyumdan toki hozirgi zamon ijtimoiy aloqalarigacha murakkab jamiyat tuzilmasining gavdasini tiklagan. Til millatning boyligi. Til millatning muhim, hatto uzoq tarixiy davrlar davomida shakllangan ko'p bosqichliq til taraqqiyoti orqali beyg'on tub alomati. Milliy ruhiyat va milliy madaniyatning shakli va xazinasi. Til millatning o'tmish ajdodlari yaratgan madaniyatni, hozirgi kishilari yaratayotgan madaniyatni kelgusi avlodlarga yetkazib beradigan muhim uchur kanali. İkinci, tilning hayoti uning ishlatilishida. O'z tilini o'z qalbi bilan birlashtirish inson iqtidoridagi muhim kamolat. O'z qalbini o'z tiliga yig'inchoqlab ifodalash, Al-Xorazmiy aytgandek, tafakkur gul chechigi bo'lsa, o'z tilini ish harakati orqali amalga oshirish tafakkurning mevasi bo'lib hisoblanadi. Til naqqoshlari, natiqlar yalg'iz so'zlash mohirlari emas. Eng oldi bilan ilm hikmatni bilguchi donolar bo'lishi. Vazxonlar emas, xalq ro'yitini tarbiyalaydigan madaniyat jangchilari bo'lish lozim. Ular tilda ulgu ko'rsatish kerak. Milliy til milliy ma'rifning taqozosi. Aytish kerakki, til ta'lim tarbiyaning muhim vositasi. Shuningdek, tilshunoslikqa oid kasbiy tarbiya xalq ma'rifning, milliy ma'rifning doimiy g'olliq bir mazmuni. Til bilim muqaddimasi. Shuningdek, bilim qasri. Til har bir shaxsga ilm, madaniyat, axloq, san'at nurini beg'ishlaydigan ong fikr mash'ili. Til hissiyot, hislashliq, jo'shqin ruhiyat yetishtiradigan bog'van. Til boyligi, til madaniyati, til nupuzi har bir millatning ma'naviy safosi, tarixiy utuqlarining jug'lanmasi, uzoq asrlik hayotiy kuchining muhim yeliki. Milliy til oilada millionlagan ana, anika, ota va buvining o'z avlodlarini imkon qadar to'g'ri talaffuzdagi jonliq, boy, birlikka kelgan milliy til, ona tilida qurollantirishga muhtoj. Haqiqiy oila egalari hammadan ilgari tomlarga gilam, jovan tizishga emas, balki kitob ishkapları tiklashga. Balalarga fan madaniyat, muhimi kitob gulshini hozirlab berishga oldirishi lozim. Rus mutafakkiri Chernyshevskiy to'g'ri aytgan. Har bir kishi o'z aql kamolatini yetishtirish uchun butkul jamiyat oldida qarzdordir. Oilaning ma'naviy muhiti dal bu xil aqliy kamolatning asosiy bazasidan iborat. Milliy til butkul iqtisodiy va ijtimoiy turmushning har qaysi soha tarmog'ida tabiiy va zaruriy ishlatilish nupuzi va iqtidoriga muyassar bo'lish lozim. Aytish kerakki,
boshqa millatlar va davlatlar tillarini qancha yaxshi va qancha ko'p bilsa, u xuddi ko'p xil chalg'ulardan xabardor bo'lgan, har xil qulupni ichishga lozimliq oshqushlari bo'lgan kishidek manfaatlik ish. Ko'p til bilish ko'p xil qurolni egillash demakdir. Ammo shuni bilish kerakki, ko'p til bilish o'z tilini asos qilgan holda texmi utuqliq amalga oshadi. 3. Yunonning qadimki ulug' faylasufi Aristotel ro'shanlik tilning asosiy fazilati desa, fransuz ma'rifatchisi Jean-Jacques Rousseau talaffuz tilning jeni, u tilga ham hissiyot ham dallik beg'ishlaydi degan edi. Til ovoz chiqarish uchun emas, balki tafakkur va hissiyotni ifodalash uchun ijtimoiy aloqaga kirgan. Bu xil ifodalash to'g'ri talaffuz va ma'no ro'shanligi bilan dalmudal nutuq uchuriga aylangandala ijtimoiy aloqa qurollilik rolini o'ynaydi. Tilning to'g'ri talaffuz qilinishi va ma'nining ro'shanligi tafakkur dalilligi va tafakkur ro'shanligidan hosil bo'ladi. Fransuz shoiri Nicolas Poalou kim ro'shan fikr qilsa, shu ro'shan bayon qiladi desa, qadimki Yunon yozuvchisi Biyon ro'shanlik vijdon bilan aql ro'shanligi deyish orqali tildagi ro'shanlikning ikki yiltizi axloq bilan aqlni tilga oladi. Milliy tilning to'g'ri talaffuz qilinishi va ro'shanligi tilshunoslikning xuddi tafakkur ilmidagi shaklan logikaga o'xshash elementlar, aqalli kasbiy talabi va sharti. Meningcha tilshunoslikning falsafaviy qimmati milliy tilning ma'no, tafakkur salmaqi, vazndorligi va go'zal axloqiy ta'sirini yuqori ko'tarish orqali millatning ma'naviy safosi va ma'naviy qiyofatini kamolatga davomli yuzlantirishda gavlandi. Oxirgi bo'lim 4. Til yolg'iz talaffuz madaniyatini, til ma'no boyligi, tilga yig'inchoqlangan aqliy kamolat madaniyatini o'ziga yondashtirib qolmasdan, yana tilning axloqiy madaniyatini o'ziga shart qiladi. Til axloqi har bir shaxs va millatning kamolatini ifodalaydi. Saidi Shirazi odam til tufayli hayvondan mo'tabar, yomon foydalangan til sababidan hayvondan battar degan edi. Har bir kishi uchun uning til aqli va til axloqining qandoq bo'lishi uning uchun taqdir bekitkichidir. Til axloqiy mohiyatda qalb axloqidan iborat. Odam xarakteri uning so'z harakatida oshkorlanib, kishilarning hurmat yoki nafratini qo'zg'aydi. So'zlashdan ilgari oqibatini o'ylash mana bu til axloqi ingining aqalli da'vati. Ammo bu da'vatni o'rinlash uchun har bir so'zligichining sop ko'ngil, halol fikrlik bo'lishi, ulug' iqtidor, til iqtidorini suyi iste'mol qilmasligi lozim. Til insoniyatning qudrat quroli. U inson aqli va fazilatining tangdoshsiz xazinasi. Tegidi. Oxirda men dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur ana til maktablaridagi o'qituvchilarga eng samimiy hurmat salomlarimni yo'llayman. Xo'sh, kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Xayr, xo'sh. Hoe het er net een beetje? 6, 10.
Vay can. Hay. Afsus hiç çıkağın. Vay can yine. Hay ana. Selam. Gösterici.